traktorda avariya bo'lib, dokumentlar o'zim bilan bo'lgan, traktor jarga tushib ketgan, shu hujjatlar yo'qolgan. Pensiya yoshiga yetib kelib qoldim. Qo'qon shahrida 1963-yil 7-dekabrda tug'ilganman. Bog'chada, internatlarda o'qidik. Vaqti kelganda 8 ta bo'lganmiz. 4 ta qiz, 4 ta o'g'il. Hozir endi 4 ta qiz, 2 ta o'g'il qolganmiz. 2 ta kattasi o'tgan o'g'illardi. Men o'zi 1981-yili xizmatga borib, xizmatni o'tab kelgandan keyin Toshkentga tekstillik kombinatga ishga joylashtirish byurosini yo'llanmasini borganman. Borib ishlab yurdim, bitta 1 yilcha ishladim. Keyin shu buxorolik bolalar bordi, o'rtoqlar birga ishlab, nima qilgan. Ular bilan Buxoroga ketib, o'sha yerda qolganman men. Birinchi ayol bilan o'sha yerda tanishib, traktorchilik qilib yurib, 5 yil o'sha yerda ishladim. ...86-yili o'sha Buxoroda uylanganman. Tojikistonlik bo'lgan xotin. Shu farzandlarimni sog'inib borib kelardi. Borolmasdim, nimaga? Dokument, hujjat yo'q. O'sha paytda agar hujjatlarim yo'qolmagan bo'lganda, bolalarni men olib qolardim. Oqsarib boraman deganimda dadam ko'p urishgan. O'g'lim, dokumenting yo'q. Men seni qanaqa qilib olib kelaman degan. Endi bu yerda uylanishga menga uyda sharoit bo'lmagan. Chorsiz darojniy отделga ishga kirib oldim. Ertaga o'sha Pervalga olib bordi ishga, yo'l qurilishiga. O'sha yerda men traktorda avariya bo'lib, dokumentlar o'zim bilan bo'lgan, traktorda yurardi dokumentlar. Traktor jarga tushib ketgan, shu hujjatlar yo'qolgan. Yosham pensiya yoshiga yetib kelib qoldim o'shanga. Sabizga borib, nima qildim? Pasport so'rashdi. Aytdim, pasport shunaqangi yo'qolgan. Aka pasportni bor, pasportni olib, keyin keling. Kelsangiz biz sizni pensiyaga nima qilib beramiz. Pasport olaman deb borganda, adliyachilar yaxshi kutib olishdi. Kelyapman aka, nima xizmat deb so'radi. Aytdim, shunaqangi san. Bo'ldi, aka o'tiring. Darrov xotinni, familiyamni, qayerda yashagansiz, nima qilgansiz, hammasini aytib berib turdim. Mashinaga tukillatib yozib berdim. Bu zakirxonadagi qizlar malades, rahmat o'shalarga. Men bilan teppa-teng shu Dilafruzxon to pasport qo'limga tushmagungacha men bilan birga bo'ldilar. Men hech bu adliya nima bilmasdim-da. Metrga olganimda yig'lab oldim. Yangi hayotga qaytib keldim deb o'zim shu tasavvur qildim. Pasport olganda undan ham battar shuni bo'lib ketdim. Endi dedim, ko'nglimdagi ishlarni qilaman, uyda harakatini qilaman, pensiyaning harakatini qilib, keyin o'zim tiklab, kerak bo'lsa ayol topib uylanib nima qolaman deb o'sha fikrlar, pasport sotaqatda bo'lmasam o'sha paytda uylanib borardim. Na metrga bor, na pasport bor, qanaqa nima qiladi? Hujjatlarim yo'qolmagan bo'lganda, men hozir uylarni qurib, hech nimaga muhtoj bo'lmasdan o'tirardim. Hujjatlar orqasidan bo'ldi, hammasi mana shu hujjatlar. Adliyachilarga, hammasiga kattadan katta rahmat. Hech qaysilari aqa boring, baqa boring, bosh tortgan yo'q. Amaki keng.
bunday. Men aytdim, bunday borasiz, bunday qilasiz bo'ldi. Yo'l yo'riqlarni ko'rsatib, tushuntirib, nima qildi? O'shalarni boriga shukr.